o'zidan noxush yomon hid chiqaradi va ekologiyaga katta zarar keltiradi. Bo'laklarga xuddi ta'sir jarayonni ko'rishimiz mumkin. Qaynagroq ekan, chiqqul kuydirar ekan. Sun'iy futbol maydonlariga kirib e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, chim ustida mayda rezina bo'laklari sochilib yotgan bo'ladi. Bu rezina bo'laklarining asosiy vazifasi chim ustidagi yumshoqlikni ta'minlab, mabodo o'yinchi yiqilib tushadigan bo'lsa, uni har xil shikastlanishlardan asrash hisoblanadi. Mana shu rezina bo'laklari nimadan tayyorlanishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana shu eski balonlar bir necha yillar oldin O'zbekistonda umuman keraksiz holatda axlatlarga tashlab yuborilardi. Mabodo kimdir yoqib ishlatadigan bo'lsa ham, bu juda ham o'zidan noxush yomon hid chiqaradi va ekologiyaga katta zarar keltiradi. Lekin hozir buni qayta ishlab turib shunaqangi zo'r narsalar qilinyaptiki, ham tadbirkorga ishlab chiqaruvchiga foyda, ham jamiyat uchun ham juda ham katta foydasi bo'lgan sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Bu jarayonni hozir sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu shinalarda birinchi navbatda mana bu apparat yordamida himoya qatlamini olib tashladi. Mana ko'rib turganlaringda mana birma-bir chiqyapti. Keyingi bosqichda balonlarimizni lenta holatiga keltirib olinadi. Bu tomondan ko'rsating. Bu tomondan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, lenta holatiga kelib chiqyapti bular. Keyingi bosqichda bu lentalarimizni mana bu joydan o'tkaziladi. Mana ko'rib turganlaringda bo'laklarga xuddi ta'sir. Вот это поворот! Shuni qarang buni. Bu bo'laklarimizni keyin mana bu joyga tashaladi, drobilkaga. Bu drobilkamizdan bir necha bosqichdan iborat bo'lib, mana ko'rib turganlaringda tepaga chiqadi va bu joyni mana bu joyga olib keling. Mana bu joydagi drobilkada to'planadi bular. Mana azda ko'rib turganlaringda drobilkadan maydalanib tushganidan keyin narigi tomonga o'tadi. Endi hozir bu apparatimizni narigi tomonida elaklarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana bu tomondan ko'radigan bo'lsak, drobilkamizning ish holatini to'liq ko'rishimiz mumkin. Demak, mahsulotlar tepaga qaytib chiqyapti va bu joydan mana bu toshga tushadi. Toshda maydalanib tushgandan keyin elaklanib tushaveradi va mana buni tagida magnitli o'zini setkasi bor. Setkasidan maydalanganlari qayta tushaveradi bu tomonga. Va xuddi shunday elanmagani yana qaytadan pastga tushib, magnitdan lenta orqali tepaga aylanib davom etaveradi. To hamma mahsulotlarimiz mana bunday elakdan o'tmagunigacha bu jarayon davom etaveradi. Keyingi bosqichimizga qaraydigan bo'lsak, mana keyingi elakga o'tyapti. Bu elagimizda mana ichini ko'rishimiz mumkin. Pastida qaraydigan bo'lsak, mana o'zi katta granulalar tushyapti. Ajralib tushyapti katta granulalar. Bundan keyingisi mana granulalardan yana bitta ko'rishimiz mumkin. Simlari ajralib turib, magnit orqali simlar ajralib turib, mana bu holatga kelyapti. Mana simlari ajratib olinadi. Simlarni ajratib olgandan keyin o'z-o'zidan mahsulotimiz xavfsiz holatga keladi. Qo'lga kirishidan boshqasidan yaxshi xavfsiz holatga keladi. Va keyingi bosqichni mana qaraydigan bo'lsak, yana bu tomonda ham elagi bor. Elaklar mana bir nechta elak, 1, 2, 3, 4 ta elak bo'lib, bir nechta bosqichda mana o'sha bizga tayyor mana bunday granulalar paydo bo'lyapti. Mana kichikrog'i va mana bu joyda qaraydigan bo'lsak, kattaroq granulalar va eng mayda mana bu granulalar bizda paydo bo'lib chiqyapti. Mana bu granulani ko'radigan bo'lsak, bu granulamiz sun'iy futbol maydonlarida to'shaladigan granula kroshka hisoblanadi. Mana bu joyda bo'lsa, hozir biz ushbu granulalardan, mana shunday granulalardan tayyor mahsulot, ya'ni rezina bruschatka, rezina plitkalar ishlab chiqarish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Qaynagroq ekan, chiqqul kuydirar ekan. Mana issiqqina bular tayyorlangan. Mana bu qoliplarga solib, hozir mana qolipda pishish jarayonida bu olinadi va issiq holatda qolipdan yechib olinganda mana shu holatga keladi. Va bular mana bunday qilib taxlab
Bu hozir sport zallariga to'shaladigan rezina qoplamalar. Bundan tashqari ushbu xomashyoimizdan yana bir necha turdagi rezina plitkalar, rezina qoplamalar va rezina bruschatkalar ishlab chiqariladi. Biz sizlar bilan Farg'ona viloyatida joylashgan Rubber Gold korxonasida bo'ldik. Ushbu korxonamiz 2014-yildan buyon mana shunday hozir ko'rsatganimizdek rezina qoplamalar, rezina plitkalar va sun'iy stadionlar uchun maxsus kroshkalar ishlab chiqaradi. Sizga ham agar shu mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, hamkorlik uchun mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sog' bo'linglar.